Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ruxsatinglar bilan majlisimizning ikkinchi masalasiga o'tamiz. Kun tartibidagi ikkinchi masala talabgor Ahrorxonov Rustamxon Akmalxon o'g'lining dissertatsiya ishi himoyasi bo'yicha muhokama. Dissertantning shaxsiy hujjatlariga doir materiallar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotib Sherzod Olimovga. Marhamat. Ahrorxonov Rustamxon Akmalxon o'g'li 2012-2017 yillarda Andijon davlat tibbiyot institutida tahsil olgan. 2018-2020 yillari shu institutning gospital pediatriya kafedrasida magistraturani tamomlagan. 2017 yil Andijon shahri tibbiy yordam shifokori lavozimida ishlagan. 2017-18 yillarda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani markaziy poliklinikasida pediatr shifokor bo'lib ishlagan. 2020 yildan hozirgacha Andijon davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va poliklinik pediatriya kafedrasi assistenti lavozimida ishlab kelmoqda. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha ilmiy ishni 2021 yilda boshlagan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 12 ta ilmiy ish chop etilgan, shulardan bitta uslubiy tavsiyanoma tatbiq qilingan. 6 ta maqola, jumladan 4 tasi respublika va 2 tasi xorijiy oliy attestatsiya komissiyasi ro'yxatidagi ilmiy jurnallarda chop etilgan. Jami 4 ta tezis, bundan 2 tasi respublika, 2 tasi xorijiy konferensiyalarda e'lon qilingan. Dissertatsiya ishi birlamchi materiallari, ishonchliligi va talabgorning tadqiqotdagi shaxsiy ishtiroki Andijon davlat tibbiyot instituti ekspertlar kengashi tomonidan tekshirilgan va joriy yilning 29-yanvarida tegishli dalolatnoma bilan rasmiylashtirilgan. Dissertatsiya ishining amaliyotga tatbiqi bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligi ilmiy texnik kengashining yagona xulosasi mavjud. Talabgor oilali 3 nafar farzandi bor. Dissertatsiya hujjatlari yig'ma jildida tegishli hujjatlarning barchasi mavjud. Taqdim etilgan hujjatlar 14.00.9 pediatriya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini berish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga javob beradi. Rahmat. Dissertantning shaxsiy hujjatlari bo'yicha ilmiy kengash kotibiga yo talabgorlarga savollar bormi? Ma'lumot uchun qabul qilamiz. Savollar yo'q bo'lsa, dissertantga so'zni beramiz. Marhamat, doklad uchun reglament 20 daqiqa. Assalomu alaykum, hurmatli rais, ilmiy kengash a'zolari. Dunyoda alohida muammo sifatida ko'rib chiqilayotgan masalalardan biri bu shifoxonadan tashqari zotiljam bo'lib, u zamonaviy pulmonologiyaning dolzarb muammosi hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hayotning dastlabki 5 yilida bolalar zotiljam bilan kasallanish 10-20% dan oshdi. Bolalar o'limi sabablari esa uning ulushini dunyoda 25% va undan ko'proq tashkil etadi. O'zbekiston va dunyoda boshqa hududlarda tug'malar va tana kemtikligi bilan tug'ilayotgan bolalar soni ortib bormoqda. Ular chastotasi mingta tirik tug'ilgan bolalarga nisbatan 0.5 dan 5 tagachadan tashkil etadi. Bu Orolbo'yi mintaqasida 540 tadan bitta nisbat to'g'ri keladi. Tug'malar tana kemtikligi bilan bolalarni davolash muammosi zamonaviy tibbiyotning dolzarb masalalaridan biri. Ushbu patologiyaning yuqori uchrash chastotasi bilan birga u yangi tug'ilganlarda og'ir makrofunksional buzilishlarga ham sabab bo'ladi. Ushbu nuqson fonda zotiljamning asoratli kechish sabablaridan biri organizmning immunologik reaktivligining pasayishi, tug'malar va tana kemtikligi fonida zotiljam bilan og'rigan bolalarda klinik va immunologik jihatlarni o'rganish, kasallik davosini ilmiy asosda to'g'irlash imkonini beradi. Tadqiqot maqsadi tug'ma yuqori va tana kemtikligi bo'lgan erta yoshdagi bolalarda klinik, laborator, immunologik va mikrobiologik ko'rsatkichlarni kompleks baholash asosida shifoxonadan tashqari zotiljamni tasdiqlash va davolash usullarini takomillashtirishdan iborat. Oldimizga 4 ta vazifa qo'yganmiz. Birinchi vazifa tug'ma yuqori va tana kemtikligi bo'lgan bolalarda shifoxonadan tashqari zotiljamning klinik anamnestik xususiyatlari, laborator ko'rsatkichlari, shuningdek og'iz
bo'shlig'i va ichak mikroflorasi xususiyatlarini o'rganish. Ikkinchi vazifamiz shifoxona tashqari zotiljam bilan kasallangan imoviy faollar va tana kemtikligi bo'lgan erta yoshli bolalarda immun yallig'lanish oldi interleykin 17A va yallig'lanishga qarshi interleykin 4 va interferon gamma sitakinlar faoliyatini baholash, ularni diagnostik ahamiyatini belgilash. Uchinchi vazifa tug'ma yo'qonlar va tana kemtikligi bo'lgan erta yoshdagi bolalarda shifoxonadan tashqari zotiljam davolashning turli usullarini qo'llashda og'iz bo'shlig'i va ichak mikroflorasidagi o'zgarishlar hamda immun javob ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan klinik laborator dinamikani o'rganishdan iborat. Va oxirgi 4-chi vazifamiz tug'malar tana kemtikligi bo'lgan erta yoshli bolalarda klinik laborator mikrobiologik va immunologik ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda shifoxonadan tashqari zotiljam davolashda immunomodulyator hamda probiotiklarni o'z ichiga olgan kompleks biokorreksiyani dasturini ishlab chiqish va uning samaradorligini baholashdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida jami 120 ta bola olgan 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan asosiy guruhdagi bolalar tug'malar va tana kemtikligi bo'lgan shifoxonadan tashqari zotiljam bilan og'rigan 40 nafar bolani tashkil etgan. Taqqoslash guruhida esa bu nuqsonsiz faqatgina tipik bakterial zotiljam bilan og'rigan 44 nafar bolani olingan. Nazorat guruhida esa amaldagi sog'lom bolalar faqat immunologik ko'rsatkichlarni taqqoslash maqsadida nazorat guruhi olingan. Klinik predmet sifatida klinik anamnestik laborator mikrobiologik va immunologik xususiyatlari shuningdek kompleks biokorreksiya dasturining klinik samaradorligi baholashdan iborat. Perinatal va postnatal omillarni taqqoslama tahlil qilish natijasida barcha ko'rsatkichlar orasida ahamiyatga ega bo'lgan yagona omil bu onada homila tushish holatlari ekanligi aniqlandi. Qolgan o'zgarishlar statistik jihatdan ahamiyat darajasiga yetmadi, faqatgina asfiksiya hamda onadagi hamroh kasalliklar kabi ko'rsatkichlar chegaraviy qiymatlarini namoyon etdi. Anamnez ma'lumotlarini tahlilida bolalarni ovqatlantirish xususiyatlari alohida ahamiyat kasb etdi. Tug'ma yuraklar tana kemtikligi fonidagi zotiljam bilan kasallangan bolalarda sun'iy va aralash ovqatlantirish ulushi sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlandi. Taqqoslash guruhida esa ko'krak suti bilan oziqlantirish ustunlik qildi. Olingan natijalar tug'malar tana kemtikligi mavjud bolalarda tabiiy ovqatlantirishning cheklanishi kasallikning og'ir kechishiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatadi. Mana rasmlarni ko'rsatib turibsiz, shikastlanish elementlari to'liq holatdagi yuqorilar va tana kemtikligi bo'lgan bolalarimizda emizishdagi qiyinchiliklarni hisobiga erta sun'iy hamda aralash ovqatlantirishga o'tish holatlari ko'proq kuzatilgan. Tekshirilgan bolalar ota-onalarining shikoyatlari bo'yicha tahlil natijalariga ko'ra barcha guruhlarda eng ko'p uchragan simptomlardan bu kataral belgilar va umumiy holsizlik belgilari bo'ldi. Statistik ahamiyatli farqlar tana haroratining ko'tarilishi, bezovtalik, uyqu buzilishi, qusish holatlari aniqlandi va asosiy guruhda bular ko'proq edi. Boshqa tomondan esa ishtahaning pasayishi, hansirash ko'rsatkichlari taqqoslash guruhida nisbatan ko'proq kuzatildi. Dispeptik buzilishlar esa barcha guruhlarda bir xil chastotada qayd etildi. Ushbu natijalar ko'rsatadiki, bolalarda zotiljam klinik shikoyatlarining profili guruhlarga qarab farqlanadi. Asosiy guruh bemorlarimizda nafas olish faoliyatining yanada chuqurroq buzilganligini kuzatdik. Bu esa nafas olish chastotasining oshishi va kislorodni qondagi darajasining pasayishi bilan tasdiqlanadi. Ushbu ko'rsatkichlar bolalarda shifoxonadan tashqari zotiljamning og'irlik darajasini aniqlashda qo'shimcha klinik diagnostik mezonlar sifatida qo'llaniladi. Rentgenologik tekshiruvlar natijasi tahlili pnevmoniyaning morfologik shakllari, o'pka to'qimasi zararlanish darajasini qiyosiy baholash imkonini beradi. Bunda ikki tomonlama, chap tomonlama, o'ng tomonlama zararlanish uchun chastotasi bo'yicha guruhlar o'rtasida statistik ishonchli farq mavjud emasligini ko'rsatadi. Faqatgina segmentar zotiljam holatlari taqqoslash guruhida ishonchli darajada asosiy guruhdan ko'ra ko'proqligi aniqlandi. Shikastlanish elementlari quyidagi shu o'zimiz bemorlarda olingan rentgen snimkalardan ham ko'rinib turibdi. Tug'malar tana kemtikligi nuqsonlari fonida og'ir shifoxonadan tashqari zotiljam bilan og'rigan bolalarda klinik sindromlar chastotasi ancha yuqori bo'lgan. Ayniqsa obstruktiv sindrom asosiy guruhda, taqqoslash guruhidan sezilarli holatda ko'proqlik aniqlandi. Bu anatomik nuqson bronxial obstruksiya o'rtasida statistik jihatdan ishonchli bog'liqlikni ko'rsatadi. Distsirkulyator sindromi esa asosiy guruhda ko'proq aniqlandi. Kardiorespirator hamda ekskoz sindromlari ikkala guruhda ham deyarli bir xil bo'lib, farq statistik jihatdan ahamiyatli bo'lmadi. Shunday qilib, eng sezilarli statistik jihatdan ishonchli farqlar, tafovutlar obstruktiv hamda distsirkulyator sindromlar kuzatildi. Bu esa mazkur toifadagi bemorlarni kuzatish va davolashda individual yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.
Klinik belgilarni qiyosiy tahlil qilish jarayonida yaqqol farqlar quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha aniqlangan. Umumiy holat og'ir deb baholangan bemorlar, ya'ni bu ko'rsatkich asosiy guruhda klinik manzarani yanada og'ir kechganligini ko'rsatadi. Mushak tonusining buzilishi esa taqqoslash guruhida ancha yuqori darajada aniqlangan. Shuningdek, og'iz bo'shlig'ida toshmalar, markaziy sianoz, vezikulyar nafasning pasayishi, limfa tubullarining kattalashishi, o'pka sohasida qutsimon perkutor tovushning pasayishi guruhlar o'rtasida statik jihatdan ishonchli farqlarni ko'rsatdi. Ya'ni asosiy guruhimizda bu ko'rsatkichlar yuqori edi. Shu tariqa olingan natijalar klinik va statistik jihatdan ishonchli farqlar mavjudligini tasdiqlaydi hamda bu ma'lumotlar kasallikni tashxislash va davolash bo'yicha klinik algoritmlarni ishlab chiqishda hisobga olingan. Tadqiqot davomida og'ir zotiljamli bemorlarda kasallik etiologiyasi, halqum surtmasi va balg'am tekshiruvlari asosida olingan. Tadqiqotga faqatgina etiologik jihatdan aniqlangan shifoxona tashqari zotiljam bilan og'rigan bemorlar kiritilgan. Shunday qilib, shu yuqori lab va tana to'ma yoriqlari mavjud bo'lgan bolalarda shifoxonadan tashqari zotiljamning mikrobiologik profiliga ta'sir qiladi. Ya'ni bunda bemorlarda Staphylococcus aureus sezilarli darajada ko'proq aniqlandi va polibakteriya shakllarga moyillik kuzatildi. Bu nuqsoni bo'lmagan bolalarda bo'lsa, taqqoslash guruhida Streptococcus pneumonia yetakchi qo'zg'atuvchi bo'lib qoldi. Ular empirik antibakterial davoni tanlashda bu farqlarni hisobga olingan. Yuqori lab va tanli to'ma nuqsonlari bilan shifoxonada zotiljam bilan og'rigan bolalarda og'iz bo'shlig'i mikrobetsinozi sezilarli buzilishlarni kuzatildi. Asosiy guruh bolalarda Streptococcus salivarius miqdorining sezilarli darajada kamayishi kuzatildi. Streptococcus mitis ham kamayish tendensiyasini namoyon etdi. Ushbu streptokokklar og'iz bo'shlig'i mikroflorasini asosiy vakillari hisoblanib, bepulonga shakllanishda, shilliq qavat himoya qilishda, mahalliy immunitet javobini tartibga solishda ishtirok etadi. Normoflora vakillarining kamayishi hamda shu bilan birga shartli patogen mikroorganizmlar Staphylococcus aureus faolligining kuchayishi va zamburug'lar kolonizatsiyasining o'sishi kuzatildi bu bemorlarda. Tadqiqot davomida barcha bolalarni ichak mikrobiotasi turli darajada buzilishlari aniqlandi. Mikrobiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tug'ma yuqorilab tanli nuqsonlari bo'lgan erta yoshda sun'iy ovqatlantirishga o'tkazilgan sababli ichak disbiozi tez holatga uchragan. Shuningdek, normal mikroflora vakillarini bifidobakteriyalar, laktobakteriyalar, normal ichak tayoqchalari miqdorining sezilarli kamayishi hamda patogen mikroflora vakillarining bakterioid laktoza negativ ichak tayoqchalari, tillarang stafilokoklar va kandidalarning miqdorini sezilarli ravishda oshganligini kuzatishimiz mumkin. To'malar tanli kemtiklik bilan kasallangan bolalar guruhida interferon gamma sintezi normal holatdagi bemorlarda, ya'ni nazorat guruhidagi bemorlarni o'rtacha 8,48 darajasiga nisbatan 48% sezilarli darajada oshganligini kuzatishimiz mumkin. Interleykin 17A ning eng yuqori darajasi tug'ma yuqori va lab tanli kemtikligi bo'lgan zotiljamli bolalar guruhida kuzatildi. Nazorat guruhidagi o'rtacha ko'rsatkich 7,3 pikogram taqsim millilitrga nisbatan bu ko'rsatkich asosiy guruhda me'yoriy qiymatlardan 6 barobar yuqoriligi aniqlandi. Taqqoslash guruhida bu ko'rsatkichlar esa me'yoriy qiymatlardan 4 barobar yuqoriligi aniqlandi. Barcha guruhlardagi shifoxonadan tashqari zotiljam bilan kasallangan bolalarda interleykin 4 ning qon zardobidagi konsentratsiyasi tahlil qilishda ishonchli o'sishlarni ko'rsatdi. Asosiy guruhda o'rganilgan yalang'ochga qarshi statin darajasi me'yoriy ko'rsatkichlardan 5,7 barobar yuqori bo'lgan bo'lsa, taqqoslash guruhida bu ko'rsatkich 3,7 barobar yuqoriligi aniqlandi. Olingan natijalar kelib chiqib, ham nuqsoni bor, ham to'ma patologiyasi bo'lmagan zotiljam bilan og'rigan bolalar guruhlarida periferik qonda interleykin 17A hamda interleykin 4 miqdorining sezilarli ortishi hamda interferon gammaning tanqisligi aniqlandi. Bu immunitet javobidagi disbalansdan dalolat beradi. Bu esa infeksiyaning kechishi va og'irligiga ta'sir etishi aniqlangan. An'anaviy bazis davo hamda probiotik enterogermin immunomodulyator genferonni qo'llash fonida biz klinik, mikrobiologik va immunologik ko'rsatkichlarni dinamikasini qiyosiy tahlil qilganmiz. Bu tadqiqot vazifasiga muvofiq asosiy taqqoslash guruhlari 3 ta kichik guruhga bo'lingan. Birinchi kichik guruh faqatgina an'anaviy davo olgan
bolalarimiz. Ikkinchi kichik guruhimiz bo'lsa an'anaviy davoga qo'shimcha genferon hamda enterogermina probiotiklari qo'llangan guruhlar bo'lsa, uchinchi kichik guruhimiz an'anaviy davoga faqatgina enterogermin probiotik qo'llangan guruhlarimiz hisoblanadi. Davolash samaradorligi kasallikning 7-kunida baholangan. Qayta tahlil natijalari an'anaviy davo fonida ham mikrobetsinozda ma'lum ijobiy o'zgarishlar kuzatilishini ko'rsatdi. Xususan Staphylococcus salivarius, Staphylococcus mitis miqdorining ortishi, Candida albicans hamda Staphylococcus aureus darajasining pasayishi qayd etildi. Biroq eng o'zgarishlar, eng daraja sezilarli o'zgarishlar bo'lsa, ikkinchi guruh, kichik guruhda genferon hamda enterogermin qo'llab kompleks davo qilgan bemorlarimizda sezilarli darajada o'zgarishlar aniqlangan. Ya'ni normal flora mikrofloraning normaga chiqishi va patogen mikrofloraning kamayishlari kuzatilgan. Ichak mikroflorasi tekshirilgan davolashdan keyin ham ichak mikroflorasida ijobiy dinamika qayd etildi. Ya'ni bifidobakteriyalar va laktobakteriyalar sonining ko'payishi va shartli patogen mikroorganizmlar sonining kamayishi kuzatilgan. Shu bilan birga eng sezilarli ta'sirga immunomodulyator genferon va probiotik enterogermina bilan birgalikda qo'llash orqali kombinatsiyalash orqali erishildi. Bu normal mikrofloraning nazorat guruh ko'rsatkichlari yaqin darajaga tiklanishiga, ya'ni Staphylococcus aureusning to'liq eliminatsiyasiga olib keldi. Va faqat probiotikdan foydalangan uchinchi kichik guruhimizda esa mikrob muvozanati yaxshilanishiga yordam berdi, ammo kamroq darajada. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tug'ma nuqsonlari bo'lgan bolalarda mikrobiotani samarali tiklash uchun kompleks yondashuv talab etiladi. An'anaviy davoni immunomodulyator va probiotik bilan birgalikda qo'llash mikroflora holatini sezilarli darajada yaxshilanishiga va shartli patogen mikroorganizmlar sonini kamayishini ta'minlaydi. Interferon gamma, interleykin 17A, interleykin 4 sintezi o'ziga xos xususiyatlari 84 nafar bemorimizni davolanishdan oldin hamda davolanishdan keyingi holatlarda ham o'rganildi. An'anaviy davolash fonida immunologik ko'rsatkichlar ijobiy dinamika qayd etgan, biroq statistik jihatdan yetarli darajada ahamiyatli bo'lmagan. Genferon va probiotik qo'llagan kombinatsiyalangan davo esa eng yuqori samaradorlikni namoyon qildi. Ushbu guruhlarda interferon gamma sintezining ishonchli oshishini hamda interleykin 17A hamda interleykin 4 darajasining sezilarli pasayishini grafiklarda ham kuzatib turibmiz. Faqat probiotik qo'llangan uchinchi kichik guruhlarimizda esa ijobiy immunologik dinamika qayd etilgan bo'lsa-da, u kombinatsiyalangan davo samaradorligidan past bo'lgan. Tug'malab tali kemtikligi bo'lgan erta yoshdagi bolalarni davolash hamda tashxislash algoritmini ishlab chiqqanmiz. Bu algoritmga asosan tug'malab tali kemtikligi bo'lgan erta yoshdagi bolalarda shifoxonadan tashqari zotiljamni davolash va tashxislash algoritmida antibiotiklar, antibakterial terapiya, probiotik qo'llab-quvvatlash va immunomodulyatsiyani o'z ichiga olgan kompleks patogenetik yondashuv asoslangan. Olingan klinik mikrobiologik va immunologik natijalar an'anaviy davoga genferon hamda enterogermin qo'shilishi eng yuqori samaradorlikni ta'minlashini ko'rsatgan. Ushbu yondashuv normal flora muvozanatini tiklash, shartli patogen mikroorganizmlar faolligining kamayishi hamda sitokin profilini me'yorlashtirish orqali kasallik kechishini ijobiy tomonga o'zgartirgan. Taklif etilgan algoritm tug'malab tali kemtikligi fonidagi shifoxona tashqari zotiljam bilan kasallangan bolalarni olib borishni optimal taktikasi sifatida klinik amaliyotga joriy etish uchun tavsiya etilgan. Ijozat bilan xulosali tavsiyalarni o'qimasam. Rahmat. Doklad tugadi. Marhamat, savollar bo'lsa, dissertantga berishlaringiz mumkin. Marhamat, savollar bo'lsa. Savol bersam bo'ladimi? Birinchi savolim, aytingchi, mana bu pnevmoniya, zotiljam deyapsiz. Bu aspiratsion pnevmoniyami yoki bu baribir bakterialniy pnevmoniyami? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, nuqsonlar bo'lganda, mana shu nuqson bo'lganda juda katta nuqson hisoblanadi bu.
immun sistemasi уже tug'ma immun sistemasi pasaygan bo'ladi. То есть врожденный immuniteti past bo'lib tug'iladi. Aytingchi, protokol bo'yicha bularga immunomodulyator o'zi beriladi. Siz yana genferon berganingizni nima tufayli berdingiz? Nima uchun berdingiz? Yoki mana interleykinlar ko'paygani uchunmi yoki gamma interferon kamaygani uchun? Genferon bu alfa interferondan o'zi ko'proq anaqa qiladi. Aytingchi, mana shu interferon alfaga anaqa qilganingizdan keyin gamma interferonga ham ta'sir qildimi yo'qmi sizni ishingizda? Uchinchisi mikrobiota deyapsiz. Mikrobiota kишечника nima sababdan mikrobiota kишечника kamaygani, nima sababdan mikrobiota kишечниги bu yerda buzilganini eshitmoqchi edim. Ko'pincha sizda stafilokok chiqyapti. Stafilokok auris og'zida, anosida qaraganda chiqdi. Bu nima? Bu значит bu gospitalniymi yoki bu hamisha bo'ladigan kasallikdan bir anosimi? Chunki vне больничный pnevmoniyada ko'proq pnevmokok bo'lib chiqadi. Rahmat. Biz Stepanch bank duruzlamışında. Duruz bayram baranmış. Savollar Bayram. Duruzlamış. Buxara, выключите или Samarkand. Мешаете. Hurmatli Furqat Muhiddinovich, birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, biz asosan tipik bakterial zotiljamni o'z tadqiqotlarimizga kiritganmiz, lekin asosiy kasalligimizdagi tug'malar tag'li kemtikligi bo'lganligi uchun bunday bemorlarimizda aspiratsion pnevmoniya, ya'ni to'siqni yo'qligi uchun aspiratsion pnevmoniya ko'proq kuzatilgan. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, nuqsonda nima uchun genferon rektal shamchalardan foydalangansiz? Bu qisman darajada gamma interferonlarga ta'sir qilgan bo'lsa-da, bu umumiy bizda immun defitsit holatlari bo'lganligi uchun, ya'ni interferon gammani pasayishi hamda interleykin yallig'lanishga qarshi interleykin turlarini oshishiga ta'sir qilgan, hujayraviy ta'sir qilganligi uchun hamda uning tarkibida taurin borligi uchun bu taurinlar yallig'lanishga qarshi ko'proq ta'sir ko'rsatganligi uchun hamda bunday bemorlarga kam invaziv holatda bo'lganligi uchun genferon svechasidan foydalanganmiz. Buni shafiy interferon boshqa turdagilari, inyektsion tabletka holatlari ham bor. Biz shu asosan shu aspiratsion pnevmoniya ko'p kuzatilayotib turganligi uchun biz kam invaziv holatdagi rektal shamchalardan foydalanganmiz. Mikrobiota ichak buzilishi nima uchun mikrobiotani buzilishi kuzatilgan deyilyapti? Biz asosiy guruhdagi bemorlarimizni hozir aytib o'tganimdek ham erta ko'krak bilan oziqlanish qiyin bo'lganligi uchun ular ko'p holatlarda 77% holatlarda sun'iy oziqlantirishga o'tgan. Va sun'iy oziqlantirish biz bilamizki, sun'iy oziqlantirish o'tgan bolalarimizda patogen mikrofloralar uchrashi, ya'ni disbioz holatlari ko'proq kuzatiladi. Nima uchun aynan Staphylococcus aureus shu og'iz bo'shlig'i mikroflorasida ko'proq kuzatilgan dedik? Shu og'iz mikroflorasida Staphylococcus aureus patogen mikrofloralari, ya'ni shu normal holatdagi sekretor immunoglobulinlarni ani kamayishini hisobiga shu og'iz mikroflorasidagi patogen mikrofloralar miqdori normaga nisbatan oshishi kuzatilgan. Shuning uchun ham og'iz bo'shlig'idagi shunday asosiy guruhdagi bemorlarimizda Staphylococcus aureusni oshganligi biz tadqiqotlarimizda aniqlangan. Furqat Muhiddinovich, javoblardan qoniqdingizmi? Rahmat, qoniqdim. Rahmat Furqat Muhiddinovich savollar uchun. Marhamat, yana kimda savollar bo'ladi? Abdurahim Shamsiyevich savol bersam maylimi? Marhamat Lola Karimova, professor Lola Karimova. Menda birinchi savol shundayki, tekshiruvga olingan bemorlarda allergik fonlarga e'tibor qildingizmi? Allergik kasalliklar komorbidga chiqqan holatlar bo'ldimi? Bu birinchisi. Ikkinchisi, interleykin 4 o'rgangansiz, bu o'rinda allergik fon bilan bog'liqlik aniqlanganmi yoki faqat yallig'lanish jarayoni nuqtai nazaridan baho berilganmi? Rahmat. Savollar tushunarlimi? Tushunarli. Marhamat, javob bering. Hurmatli Lola Karimova, birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsak, tekshiruvda olingan bolalarning allergik holatlari umumiy qon tahlili natijalariga asoslanib qo'yilgan, lekin alohida bir tekshiruvlar qilinmagan.
Buni keyingi ishlarimizda albatta inobatga olib ko'ramiz. Endi interleykin 4ni biz ko'proq shu yallig'lanish mediatorlarini eng asosiy shu ko'p yallig'lanishga sabab bo'luvchi sitokin sifatida olganmiz. Allergik xususiyatlarini inobatga olinmagan. Shu bizda asosiy va taqqoslash guruhidagi bemorlarimizda pnevmoniyani intoksikatsion holatlari, yallig'lanish holatlari ko'proq kuzatilganligi uchun interleykin 4ni faqatgina yallig'lanishni javob beruvchi xususiyatlari o'rganilgan. Lola Karimova, javoblardan qoniqdingizmi? Ha, rahmat. Rahmat. Yana kimda savollar bo'ladi? Marhamat. Professor Hamroxon Tilovaldiyevna, marhamat. Hurmatli kitobxon dissertantimiz, menda quyidagi savollar bor edi. Tug'malar tayinlanish kemtikligi bo'lgan bolalarda IFN alfa sintezining pasayishi va IL4 hamda IL17A gipersekretsiyasi kuzatilgani qayd qilingan ilmiy ishingizda. Bu immun disbalansning patogenetik ahamiyatini qanday asoslagansiz va uning pnevmoniya og'irligi bilan bog'liqligini qanday izohlaysiz? Ikkinchi savolimiz, tadqiqotda og'iz va ichak mikrobiotasidagi disbiotik o'zgarishlar pnevmoniya kechishini og'irlashtiruvchi omil sifatida ko'rsatilgan. Bu mikrobiologik o'zgarishlarning klinik oqibatlari va ularni biokorreksiya orqali bartaraf etish imkoniyatlari haqida qanday fikrga egasiz? Uchinchi savolim, tug'malar tanlay kemtikligi bo'lgan bolalarda mikroaspiratsiya, disfagiya va anatomik nuqsonlar nafas yo'llari infeksiyalariga moyillikni oshishligi qayd etilgan. Qaysi omillar eng katta prognostik ahamiyatga ega va ularni amaliyotda erta aniqlash uchun qanday usullardan foydalanish mumkin? To'rtinchi savolim, siz immunomodulyator tadqiqotingizda immunomodulyator va probiotiklarni o'z ichiga olgan kompleks biokorreksiya dasturini ishlab chiqqansiz. Bu dasturning samaradorligini qanday klinik va laborator mezonlar asosida baholadingiz va uning cheklovlari nimalardan iborat? Endi oxirgi savolim, tadqiqotda sitokinlar va mikrobiotika ko'rsatkichlari asosida pnevmoniya og'irligini baholash mezonlarini ham ishlab chiqqansiz. Bu mezonlarning klinik amaliyotda qo'llanish imkoniyatlari va cheklovlari haqida ham qanday fikr bildira olasiz? Rustamxon, savollar tushunarli yozib oldingiz. Marhamat. Qisqaroq. Hurmatli Lola Karimna, birinchisi nima uchun interleykin 4, interleykin 17 dan interferonganman? Hamrotillayevna, uzr, ming bor uzr. Hayajonlangan. Aynan interleykin 17 ni 6 ta a'zosi bor. Aynan interleykin 17A o'pkadagi zararlanishlardagi yallig'lanishni keltirib chiqqanligi uchun aynan shuni olganmiz. Umumiy bular immun tizimiga fagositar hujayralarigacha ta'sir qilish hamda markaziy sekretor hosil bo'lgan immunoglobulin AG'larni kamaytirganligi uchun shu sitokinlarni olganmiz. Og'iz va ichak disbiotizi pnevmoniyani og'irlashishiga kechishda klinik belgilar nimalardan iborat? Ikkinchi savolingiz. Ya'ni ichak disbiozi bemorlarda klinik kechishdagi og'irliklarda tezlashgan nafas, kasallikning uzoq cho'zilishi, qonda kislorod darajasining pasayishi kabi klinik belgilar bilan namoyon bo'lgan va ichak mikrobiotasidagi disbiotik o'zgarishlar bo'lganligi uchun taqqoslash guruhiga nisbatan bunday bemorlarda pnevmoniya og'irroq holatda kechgan. Uchinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, mikroaspiratsiya va disfagiya pnevmoniyani asosiy qaysi biri pnevmoniya og'irlashtirgan? Aynan shu asosiy guruhdagi bemorlarimizda lapa tanli kemtikligi bo'lganligi uchun bu bemorlarimizda nafas yo'llaridagi ham havoni kirishini hisobiga mikroaspiratsiya xususiyatida bolalarimiz yuzaki hamda tez nafas olishgan. Bu esa o'pka to'qimalarining rivojlanishini buzgan va gipoksiyaga olib kelgan.
Shuni hisobidan o'pka hajmi kengayishi hamda giperventilyatsiyaga olib kelgan va shuni hisobidan ham bunday bemorlarimizni pnevmoniya og'ir holatlarida kechganligi aniqlangan. To'rtinchi savolingizga keladigan bo'lsak, immunomodulyator hamda biokorreksiya qo'llaganingizda qanday klinik mezonlarda o'zgarishlar kuzatildi? Hozirgi aytganimizdek, bemorlarning umumiy holati yaxshilanishi, taxipnoiya, ya'ni tezlashgan nafasning kamayishi, auskultativ belgilarining normaga yaqinlashishi, teri va bemorlardagi klinik shikoyatlarning keskin kamayishi hamda asoratlarni oldini olish va og'ir holatdagi bemorlarning kamayishi hamda asosiysi bemorlarimizni yashash kasalxonada qolish ko'ykalar kunni qisqarganligidan biz buni klinik mezon sifatida oldik. Endi mana shu biokorreksiyani klinik amaliyotga qo'llash uchun hozirgi o'sha klinik davolash va tashxislash algoritmini ishlab chiqqanmiz va ularni amaliyotga tatbiq etganmiz. Shu biokorreksiyani cheklovlarimi? Buni cheklovlari yo'q. Aniq va to'liq holatda biz amaliyot vrachlariga va pediatrlarga ko'rsatma sifatida bergan. Oxirgi savol. Tadqiqotda sitokinlar va mikrobiotik ko'rsatkichlari asosida pnevmoniya og'irligini baholash mezonlarini ishlagansiz. Bu mezonlarning klinik amaliyotda qo'llash imkoniyatlari va cheklovlari haqida qanday fikr bildira olasiz? Shu algoritmni shu ketma-ketlikda har bitta bemorning klinik og'irlik darajasini aniqlash, ya'ni shu mikrobiota hamda ichak va og'iz florasini dinamikasini o'rganish, hamda profilini o'rganish, holati og'irligini aniqlash va bularni korreksiya qilish uchun immunomodulyator genferon svitchlari hamda probiotik interjermenlarni qo'llashni biz amaliyotga tatbiq etganmiz. Ahamiyatga ega. Ahamiyatga ega. Cheklovlar nima ekan? Cheklovlari aniqlanadi. Laboratoriya imkoniyatlari doimo bo'lmasligimi yo hamma laboratoriyalar bor? Cheklov. Bizda shu tekshiruvlarimizda ko'proq shu ichak va og'iz mikroflorasini o'rganganmiz. Faqat bitta narsa sitokinlar profillarini bizda aniqlash bunday qiyinchiliklar tug'diradi. Andijonda. Shuning uchun ham buni ko'proq Toshkent markaziy immunologiya inson genomikasi institutida tekshirganmiz. Hamma bemor tekshirib bo'lmaydi deb ochig'imi? Hamrotovlarning javoblardan qoniq. Deyarli. Rahmat. Yana kimda savollar bor? Marhamat. Savollar yetarli degan taklif tushyapti. Rustamxon joiz bo'ldi. Talabgorning shaxsiy hujjatlarida ilmiy kengash kotibi ilmiy rahbar xulosasi mavjud. Hurmatli Ahmadjon Abdullayevich hozir auditoriyamizda. Qo'shimchalaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat. Dissertatsiya bo'yicha ish bajarilgan tashkilot va yetakchi tashkilot xulosalari mavjud. Xulosalari shuningdek dissertatsiya va avtoritetlar bo'yicha kelib tushgan takliflar bilan tanishtirish uchun siz ilmiy kengash kotibiga. Dissertatsiya ishi ish bajarilgan tashkilotda muhokamadan o'tkazilgan, aprobatsiyaning keyingi bosqichlarini o'tish tavsiya qilingan. Shuningdek, Andijon davlat tibbiyot instituti ilmiy kengashi ilmiy seminarining ijobiy xulosasi olingan va tegishli bayonnoma rasmiylashtirilgan. Seminar xulosasi ijobiy va dissertatsiya ishini ilmiy kengashda oshkora himoya qilish uchun tavsiya etilgan. Yetakchi tashkilot sifatida Samarqand davlat tibbiyot universitetidan ijobiy xulosa olingan. Tashkilot xulosasida Ahrorxonov Rustamxon Akmalxon o'g'lining dissertatsiya ishi pediatriyaning dolzarb muammolariga bag'ishlangan, tugallangan yuqori malakaviy ilmiy ish bo'lib, unda muhim ahamiyatga ega dolzarb ilmiy tibbiy muammo hal etilgani, oshkora himoyaga olib chiqilgan yangi ilmiy mazmun va amaliy natijalar majmuidan iborat ekanligi, dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferati belgilangan qoidalarga muvofiq rasmiylashtirilganligi, Oliy komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga javob berishi qayd etilgan.
Xulosa Samarqand davlat tibbiyot universiteti birinchi son pediatriya va neonatologiya kafedrasi yig'ilishida muhokama qilingan. Kafedra mudiri tibbiyot fanlari doktori professor Shavaziy Nurali Mamedovich tomonidan imzolangan. Universitet rektori tibbiyot fanlari doktori professor Rizayev Jasur Alimjanovich tomonidan tasdiqlangan. Dissertatsiya haqida referatiga 7 ta taqriz olingan. Ularning 3 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari. Birinchi taqriz Rossiya Federatsiyasi Professor Lepskiy nomidagi Qozon davlat tibbiyot akademiyasi filiali pediatriya va neonatologiya kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori professor Safina Osiyo Indusovna tomonidan imzolangan. Ikkinchi taqriz Hoji Ahmad Yassaviy nomidagi Xalqaro Qozoq-Turk universiteti pediatriya kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari nomzodi dotsent To'qbergenova Sveta Menditayevna tomonidan berilgan. Uchinchi taqriz Dog'iston davlat tibbiyot universiteti Rossiya Federatsiyasi bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Uluxanova tomonidan berilgan. To'rtinchi taqriz Samarqand davlat tibbiyot universiteti birinchi son pediatriya va neonatologiya kafedrasi professori tibbiyot fanlari doktori Rustam tomonidan imzolangan. Beshinchi taqriz tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi pediatriya kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori dotsent Abjabarova Zulfiya Murodxojiyevna tomonidan berilgan. Oltinchi taqriz Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi pulmonologiya bo'limi yetakchi ilmiy xodimi Azizova Nigora Davlatova tomonidan berilgan. Taqriz Toshkent davlat tibbiyot universiteti bolalar jarrohlik stomatologiyasi kafedrasi dotsenti tibbiyot fanlari nomzodi Ikromov tomonidan imzolangan. Barcha xulosa va taqrizlar ijobiy nizom doirasida rasmiylashtirilgan va talabgorning hujjatlar yig'ma jildida mavjud. Rahmat. Xulosa taqrizlarda kamchiliklar ko'rsatilmagan. Shuning uchun talabgor o'z fikrlarini yakuniy so'zda bayon etadi. Dissertatsiyaning rasmiy muhokamasiga o'tamiz. So'z birinchi rasmiy opponent, tibbiyot fanlari doktori, professor Navrozova Shakar Rustamovnaga beriladi. Marhamat, Shakar Rustamovna. Assalomu alaykum. Yana bir marta hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Ruxsatingiz bilan Ahrorxonov Rustamxon Akmalxon o'g'lini tug'ma yuqori lab va tangla kemtikligi bor bo'lgan erta yoshdagi bolalarda zotlijamni klinik patogenetik jihatlari mavzusidagi pediatriya ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya ishlariga taqrizimni o'qib eshittirsam. Barchangizga dissertantni o'zi ham prezentatsiya davomida aytib berdilar bu mavzuni dolzarbligini. Darhaqiqat bugungi kunda dunyo bo'yicha barcha kasalliklarni profilaktikasiga juda yuqori samaralarga erishishga qaramasdan turib, bolalar orasida pnevmoniya kasalligi tarqalishi davom etmoqda. Chunki uni qo'zg'atuvchilari har xil bo'lyapti va klinik ko'rishlari turlicha. Va aynan bolalarda tug'ma nuqsoni bo'lgan, yuz jag' sohasi tug'ma nuqsonlari bo'lgan bolalarda ushbu a'zolarni o'zini tug'ma tuzilishini o'zi sabab bo'lgan bir paytda bu bolalarda tobora keng tarqalayotgan bu nafas yo'llari kasalliklari, zotiljamni cho'ziluvchan shakllarini tashxislash, uni kechishini bashorat qilish maqsadida muallif tomonidan o'rganilgan stakinlar va boshqa mikrobiologik tahlillar, immunologik tahlillar bugungi kunni ma'lum bir muammolarga o'z yechimini topishga xizmat qiladigan ish sifatida ta'rif beraman. Chunki bugungi kunda tug'ma yuqori lab va tangla kemtikligi bilan bog'liq holda kechuvchi zotiljam masalasiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, ushbu yo'nalish yetarli darajada o'rganilmagan. Zotiljamni og'ir va asoratli kechishini asosiy sabablardan biri sifatida organizmning immunologik reaktivligidagi o'zgarishlar bu jihatdan ahamiyat talab etadi. Ekologik va ijtimoiy noqulay omillar ta'sirida immunobiologik barqarorlikning pasayishi hamda immun tanqislik holatlarini shakllanishi bu kasalliklarda o'tkir respirator kasalliklarda to'liq sog'aymasligiga, ularni cho'ziluvchan yoki surunkali shakliga o'tishiga, shuningdek, buni negizida allergik jarayonlar rivojlanishiga olib keladi. Shu munosabat bilan tug'ma yuqori lab va tangla kemtikligi bo'lgan erta yoshdagi bolalarda zotiljamni klinik, mikrobiologik, immunologik va biokimyoviy xususiyatlarini chuqur o'rganish, kasallik rivojlanish mexanizmlarini aniqlash,
erta tashxislash va differensial diagnostika tamoyillarini takomillashtirish hamda samarali patogenetik davo usullarini ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi. Dissertatsiya tadqiqotini ilmiy yangiligi shundan iboratki, tug'ma, lab va tangla kemtikligi bo'lgan erta yoshdagi bolalarda zotiljamni yallig'lanish jarayoni davomiyligini va undan rivojlanadigan asoratlarni xavfini oshiradigan oshqozon ichak tizimi kasalliklari, og'iz bo'shlig'i va ichak mikrobiosinozini disbioz holatlari, ya'ni normal mikroflora vakillarini sonini kamayishi, patogen mikroorganizmlar faolligini oshishi bilan patogenetik jihatdan o'zaro bog'liqligi aniqlab berilyapti. Tug'ma lab va tangla kemtiklik bo'lgan erta yoshdagi bolalarda ushbu zotiljamda stakin profilini nomutanosiblig'i aniqlangan. Ya'ni bu interferon gamma sintezini pasayishi, interleykin 4 va 17A sintezini oshishi aniqlangan. Ushbu immun disbalans patogenik jihatdan anatomik nuqson va ikkilamchi immun tanqisligi bilan bog'liq ekanligi isbotlangan. Sitokin markorlarini zotiljam bilan og'rigan bolalarda diagnostik ahamiyati aniqlangan. Turli davolash usullarini qo'llash jarayonida og'iz bo'shlig'i va ichak mikrobiotasidagi dinamik o'zgarishlar, immun javob ko'rsatkichlari bilan to'g'ridan to'g'ri korrelyatsion bog'liqqa ega ekanligi aniqlangan. Ushbu bolalarda mikrobiota tarkibi, immunologik ko'rsatkichlar muvozanatini yanada yaqqol buzilishi ilmiy asoslangan. Immunomodulyator va probiotikni an'anaviy davolash bilan birgalikda qo'llash orqali kompleks biokorreksiya dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, klinik amaliyotda joriy etilgan. Va ushbu biokorreksiya qilinadigan kompleks ichak mikrobiotasini normallashtirish, organizmning nospetsifik rezistentligini oshirish, antibakterial va gormonal preparatlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish imkonini berishi ilmiy asoslangan. Tadqiqot natijalarini amaliy ahamiyati shundaki, ushbu ishlab chiqarilgan tashxislash va davolash algoritmi nafas yo'llari shilliq qavatini to'siq funksiyalarini tiklash va immun holatini normallashtirishga qaratilgan. Bu taklif etilgan terapiyadan foydalanish davolash muddatini o'rtacha 3 kunga qisqartirishga, klinik mikrobiologik va immunologik ko'rsatkichlarni yaxshilashga imkon bergan. Muallif tomonidan ushbu ishlab chiqarilgan amaliy tavsiyalar O'zbekistonning bir qator tibbiyot muassasalarida klinik ahamiyat amaliyotga joriy etilgan. Natijalarning ishonchliligi zamonaviy, klinik, laborator, immunologik, mikrobiologik va statistik usullar yordamida tasdiqlangan bo'lib, nazariy ma'lumotlarni olingan natijalar bilan mos kelishi, o'tkazilgan tadqiqotning uslubiy jihatdan to'g'riligi, tekshirilgan bemorlar sonining yetarliligi, erta yoshdagi bolalarda tug'ma shu kemtik tanglay va lab kemtik fonda shifoxonadan tashqari pnevmoniyani diagnostik va davolash usullarini yanada takomillashtirish, xalqaro va mahalliy tadqiqotlarni taqqoslash natijalari asosida xulosalar chiqarilgan va bu olingan natijalar vakolatli organlar tomonidan tasdiqlangan. Dissertatsiyada shakllantirilgan xulosa va tavsiyalar muallif tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlardan mantiqiy ravishda kelib chiqqan va asoslantirilgan. Odatda dissertatsiya qabul qilingan odatdagi an'anaviy tartibda yozilgan bo'lib, barcha ma'lumotlar 135 sahifa kompyuter matnida bayon etilgan bo'lib, 4 ta bob, kirish, adabiyotlar sharhi, tadqiqot manbai va usullari, shaxsiy izlanishlar natijalari, xotima va xulosalar, amaliy tavsiyalar hamda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatdan iboratdir. Ushbu adabiyotlar ro'yxati jami 150 manbadan iborat bo'lib, 92 tasi demak xorijiy davlatlar mualliflaridan, 48 tasi uzoq xorijiy mualliflar hamda MDH davlatlaridan olimlarni ilmiy ishlari o'rganilgan va ma'lumotlar bilan solishtirilgan, boyitilgan. Umuman dissertatsiya ishida 5 ta jadval va 22 ta rasm bor ekan. Kirish qismida mavzuni dolzarbligi, tadqiqotning maqsadi, uni tanlab olingan obyekt, predmetni aniq belgilab ko'rsatilgan va ishni respublika fan va texnologiyalar ustuvor yo'nalishlariga muvofiqligi ko'rsatilgan bo'lib, ilmiy yangiligi va amaliy natijalari bayon etilgan. Uni ilmiy amaliy ahamiyati ochib berilgan.
Dissertatsiyani erta yoshdagi bolalar yuqori lab va tangli tug'ma kemtikligi asosida shifoxonadan tashqari pnevmoniyani zamonaviy jihatlari deb nomlangan birinchi bobida biz yuqorida aytganimizdek zamonaviy adabiyotlar sharhi keltirilgan, o'rganilayotgan muammoni hozirgi holati va uni dolzarbligi, yechimini kutayotgan muammolar aniq bayon yoritilgan bo'lib, ushbu tanlangan mavzu shu muammolarni bir yechimini topishga poydevor bo'lib xizmat qiladi, yechimni ochishga. Dissertatsiyani klinik material va tadqiqot usullari deb nomlangan ikkinchi bobida tadqiqotni dizayni ko'rsatilgan bo'lib, unda shu tug'ma lab tanglay kemtigi va nuqsoni bo'lmagan, lekin pnevmoniya bilan kasallangan 3 yoshgacha bolalar taqqoslama tahlil qilishga asoslangan. Shuning uchun immunitet holatini baholash maqsadida ushbu guruh yoshiga mansub deyarli sog'lom bolalar ko'rsatkichlari ham o'rganilgan. Tadqiqot doirasida jami 84 nafar bola tekshirilgan bo'lib, ulardan 40 nafari shu tug'ma lab tanglay kemtigi fonida pnevmoniya kasallangan asosiy guruhni, 44 nafari esa ushbu nuqsonsiz odatdagi pnevmoniya bilan og'rigan bolalarni taqqoslash bilan olib borilgan. Tadqiqot statsionarga yotqizilgandan keyingi dastlabki 24 soat ichida olingan ko'rsatkichlar asosida o'tkazilgan. Demak, pnevmoniyani tashxisida shikoyatlar, anamnezlar, klinik rentgenologik, laborator, mikrobiologik va immunologik tekshiruvlar o'tkazilgan va natijalarga tayanib xulosalar berilgan. Mazkur dissertatsiya ishini 3-bobida klinik instrumental, laborator, bakteriologik va mikrobiologik hamda patogenetik xususiyatlar bo'yicha shaxsiy tadqiqot natijalari deb nomlangan ushbu 3-bobda muallif tomonidan bayon etilgan yuqoridagi natijalar asosiy kasallik va tug'ma nuqson mavjudligi hisobga olgan holda davolash boshlanishidan oldingi o'zgarishlar tahlil qilingan. Umumiy tanlanma bo'yicha bemorlarni klinik anamnestik, instrumental, laborator, bakteriologik va immunologik ko'rsatkichlari statistik jihatdan qayta ishlangan. Mikrobiota holatini o'rganish natijalari shuni ko'rsatganki, erta yoshda sun'iy ovqatlantirishda bo'lgan, yuqori lab va tanglayni tug'ma nuqsonlari bo'lgan bolalarda ichak disbiozi ko'p hollarda kuzatiladi. Mazkur holat tadqiqotda ishtirok etgan barcha guruhlarda qayd etilgan. Immunologik tadqiqot natijasida esa ushbu nuqson mavjud bo'lgan va mavjud bo'lmagan bolalarda pnevmoniyani asosida sitokin profili shartli sog'lom bolalar ko'rsatkichlaridan taqqoslab baholangan va barcha guruhlarda helper 2 va helper 17 turdagi immun javob mediatorlari hisoblangan interleykin 4 hamda 17A gipersekretsiyasi hamda helper 1 turdagi immun javobni asosiy sitokini interferon gamma sintezini tanqisligi, yetishmovchiligi aniqlangan. 4-bobda bazis terapiya asosida probiotik, enterogermin va immunomodulator genferon light preparatlarini qo'shib qo'llash sharoitida shu o'tkazilgan klinik, mikrobiologik va immunologik parametrlar dinamikasi qiyosiy tahlil qilingan. Mazkur tadqiqotda davolash samaradorligi bolalarda terapiyani 7-kunida turli davolash sxemalari kesimida baholangan. Xulosa qilib shunday beriladiki, ushbu nuqson bo'lgan bolalarni og'iz mikrobiotinozi tahlilida normal mikroflora vakillari bo'lgan Streptococcus salivaris, Streptococcus mitis miqdori kamaygan. Shu bilan birga Candida albicans hamda Staphylococcus aureus o'sishi kuzatilgan. Demak, bu zamburug'lanish va aureus infeksiya. An'anaviy davolash ushbu ko'rsatkichlarni ma'lum darajada yaxshilagan bo'lsa-da, biz bilamiz, pnevmoniyada antibiotiklar qo'llaniladi. Guruhlar o'rtasidagi farqlarni to'liq bartaraf etmagan. Shu maqsadda muallif enterogermin preparatini probiotik sifatida qo'shishga harakat qilganlar. Biz muallif bilan bu borada uzoq savol-javob qildik. Aynan nima uchun bifidobakteriya, laktobakteriyalar kam turgan joyda enterogerminlarni qo'shganlarini menga asoslab savollarimga javob berdilar. Va aynan an'anaviy terapiya genferon hamda enterogermin fonida davolangan bemorlardagi natijalarni og'iz bo'shlig'i disbiozini korreksiya qilishda eng samarali deb baholaganlarini isbotlab berdilar.
Ushbu nuqsoni bo'lgan bolalarda ichak mikrobiotasi tarkibida dastlab sezilarli disbioz holati aniqlangan. Ya'ni normal mikrofloralar, bifidobakteriya, laktobakteriya ichak tayoqchalarining miqdori kamaygan. Shu bilan birga shartli patogen mikroorganizmlar, bakteroidlar, enterokoklar, staphylococcus aureus va achit qismon zamburug'lar soni ortishi bilan namoyon bo'lgan. Bu holat demak ichak mikrobiotasida davolashdan so'ng ijobiy dinamika qayd etilgan bo'lib, normal mikroflora vakillarining sonini oshishi, shartli patogen mikroorganizmlar miqdori kamayishiga erishilgan va bu eng yuqori samara immunomodulyator gen feron hamda probiotik enterogermina birgalikda qo'llash sharoitida qayd etilgan. Davolash boshlagandan 7-kundan so'ng qayta yana tekshirishlar o'tkazilgan va bu immun javobni modulyatsiyasi, yallig'lanish reaksiyalarini kamayishi bilan namoyon bo'lgan ijobiy dinamikani ko'rsatgan. Dissertantning xulosalariga ko'ra, immunomodulyatorlarni va probiotiklarni davolash sxemalariga kiritish patogenetik jihatdan asosli va ushbu nuqsoni bo'lgan bolalarda ularni samarali davolashga yordam beradi. Ushbu ma'lumotlar bunday yondashuvlarni yanada o'rganish va davolashni optimallashtirish zarurligini ko'rsatadi. Shunday qilib, yuqori lab tanglay kemtik bo'lgan bolalarda zotiljamni davolashni taklif etgan sxemasi samarali, xavfsiz bo'lib, bu klinik holatning yaxshilanishi, kasallik davomiyligini qisqarishi, mikrobiologik hamda immun ko'rsatkichlari normallashuvi bilan tasdiqlangan. Dissertant bu davolash sxemasini klinik amaliyotga joriy qilish bilan bog'liq holda davolarni optimallashtirish hamda kasallikni prognozini oldindan aytish va istiqbolni yaxshilashga yordam berishini ta'kidlaydi. O'z tadqiqotini barcha boblari bo'yicha dissertantimiz ilmiy tahlilni o'tkazib, ularning boshqa mualliflarni qilgan ishlari bilan ham taqqoslagan. Ya'ni O'zbekistonda bu borada ishlar qilingan. Ulardan farqli o'laroq dissertantimiz ham ichak mikroflorasini o'rganib, buni terapiyani samaradorligini isbotlashga harakat qilgan va isbotlab bergan. Dissertatsiya ishi xotima, xulosa, amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi. Ilmiy ishni amalga oshirish jarayonida dissertant tomonidan katta hajmdagi tadqiqot ishlari bajarilgan. Ya'ni tadqiqotga olingan bemorlarning soni reprezentativ deymiz, o'rganilgan bolalar aholisida ushbu kasallikni uchrashi va uni soniga qarab reprezentativ olgan bemorlar soni mos keladi. Olib borilgan statistik tahlillar zamonaviy va ilmiy ishni amalga oshirish jarayonida bu natijalar o'ziga xos bir yangilikni o'z ichiga oladi va muhim amaliy ahamiyatga ega. Dissertatsiyani avtoreferatda ushbu asosiy mezonlar qisqartirilgan holda keltirilgan. Shu ishni taqriz qilish davomida dissertant bilan bir necha marta biz suhbatlashib, savol javob qilib, menga paydo bo'lgan savollarga javoblarimni oldim. Men taklif bergan dissertatsiyani 57, 58, 59 betlarni korreksiya qilish zarurligini tavsiya berdim. Bu jo'rida dissertant fikrimga qo'shildilar va ko'rsatgan xato va kamchiliklarni tuzatib, menga qaytadan yana ko'rsatdilar. Shuning uchun men hozir dissertantga savolim yo'q. Agar ruxsat bersangizlar, men taqrizimning xulosa qismini o'qib bersam. Marhamat, Shakariston. Rahmat. Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, Ahrorxonov Rustamxon Akmalxon o'g'lini tug'ma, yuqori lab va tangla kemtikligi bor, erta yoshdagi bolalarda zotiljamni klinik patogenetik jihatlari mavzusidagi dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy malakaviy ish bo'lib, unda tug'ma lab va tangla kemtikligi asosida shifoxonadan tashqari pnevmoniyani tashxislash, davo rejasini optimallashtirish muhim ilmiy hamda amaliy yechimi mavjud. Dissertatsiya tadqiqot hajmi, uslubiy darajasi, ilmiy natijalari va amaliy ahamiyati jihatdan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasini nomzodlik yana PhD dissertatsiyalarga qo'ygan talablarga javob beradi va uni muallifi 14.0009 pediatriya ixtisoslik bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasiga ega bo'lishga loyiq deb xulosa beraman. Rahmat. Rahmat Shakaristonni. Rustamxon Akmalxon o'g'li, marhamat, rasmiy opponentga javobingiz. Shakaristonni
qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni ishimizni ko'rib, ijobiy xulosalar berganingiz uchun sizga katta tashakkur aytaman. Doim sog' salomat bo'ling. Ilmiy izlanishlar boshqalarda shogirdlaringizni yetishtirishda charchamang. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat Shakar Islamdan chuqur ilmiy tahlilingiz uchun, vaqtingizni ayamasdan ilmiy kengashda qatnashganingiz uchun rahmat. Rahmat. Keyingi so'z ikkinchi rasmiy opponent tibbiyot fanlari doktori, dotsent Mullayeva Lola Javlanovnaga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Maxsus ilmiy kengashda opponentlik qilishga imkoniyat yaratganingiz uchun men minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Ruxsat bersangiz takrorga o'tsam. Ahrorxonov Rustamxon Akmalxon o'g'lining tug'ma yuqori lab va tanlay kamchiligi bor erta yoshdagi bolalarda zotiljamning klinik patogenetik jihatlari mavzusidagi 14.0009 pediatriya ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishiga rasmiy opponentlik taklifida. Ruxsat bersangiz, men xulosaga o'tsam, nima uchun hurmatli professorimiz Shakar Islamovdan dissertatsiya ishini juda batafsil tahlil qilib berdilar. Marhamat. Yana aytmoqchi edim, dissertatsiya ishini dissertant bilan bir necha marotaba muhokama qildik, kamchilik bartaraf qilindi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Ahrorxonov Rustamxon Akmalxon o'g'lining tug'ma yuqori lab va tanlay kamchiligi bor erta yoshdagi bolalarda zotiljamning klinik patogenetik jihatlari mavzusidagi bajargan ilmiy ishi keng qamrovlik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, nihoyasiga yetkazilgan dolzarb mavzuda bajarilgan tadqiqotdir. Ma'lumotlarning ishonchliligi, ilmiy natijalarning yangiligi, amaliy ahamiyati, qo'yilgan vazifalarni zamonaviy uslublarda hal qilinganligi, xulosa va amaliy tavsiyalarning katta hajmda dalillarga asosida kelib chiqqanligi bilan ushbu ilmiy ishni dissertatsiya talablariga javob beradi deb hisoblayman. Va Ahrorxonov Rustamxon Akmalxon o'g'li pediatriya 14.09 ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini ilishga loyiq. Rahmat. Rasmiy opponentga javob berish uchun so'z dissertantga beriladi. Marhamat. Hurmatli Lola Javlanovna, bizni ilmiy ishimizni ko'rib, tig'iz vaqtingizga qaramasdan kelib, ijobiy xulosalar berganingiz uchun sizga katta tashakkur izhor etaman. Rahmat sizga. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, dissertatsiya ishi yuzasidan norasmiy so'zga chiquvchilar bormi? Norasmiy so'zga chiquvchilar bo'lmasa, demak ilmiy daraja berish masalasida yashirin ovoz berish jarayoniga o'tamiz. Hisob hayot tartibini Men o'zim bir fikrimni aytmoqchi edim, cho'ta ochilmay o'tirdi, ochildi endi. Sizlarni ko'rmayapman lekin. Marhamat. Hurmatli rais, hurmatli sovet a'zolari, pnevmoniya to'g'risida ko'p gapirildi bugun. To'g'ri, bu pnevmoniya juda ko'p kasal bo'ladi, lekin bu qilingan ishda eng nozik joyi, eng kerakli narsasi bu xirurglarga. Chunki bularda 3 etapli operatsiya bo'ladi. Bu bo'lgan nima deydi? Bo'lgan tug'ma yuqori kasallik analarida. Shuning uchun ko'pincha aspiratsiya bo'ladi. Ko'pincha bu yerda albatta antibiotik oladi. Ko'pincha bular operatsiyaga tayyorlagan paytda yana temperatura qiladi. Chunki bizlarga ko'p tushadi bunaqa kasalliklar. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi qilingan ishlarda, qilingan bugungi rekomendatsiyalarda judayam xirurglarga, keyin mana shuni qanday olib borish, qanday tayyorlash, qanday bular bilan oldini olish, respirator infeksiyalarda judayam dolzarb deb hisoblayman. Shuning uchun
men bunga o'zim qo'l ko'tarib yaxshi bugun qilingan. Keyin yana bir narsani aytmoqchiman. Prezentatsiyasi juda yoqdi. Juda ham qiziqarli qildi. Birinchi aytdim, bu искусственный intellektda qilganmi yo'qmi dedimda, keyin tekshirsam yo'q, o'zi qilgan ekan. искусственный intellektda amollari ham ko'rinmadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, juda ham ajoyib tayyorlangan. Shuning uchun ham o'zimda fikrim голосуй za deydi-ku. Shuning uchun men hammani tabriklamoqchiman. Rahmat. Rahmat Furqat Muhitdinovich. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Boshqa so'zga chiquvchilar bo'lmasa, ilmiy daraja berish masalasida yashirin ovoz berish jarayoniga o'tamiz. Hisob hay'ati tarkibini quyidagi a'zolar bilan tasdiqlab berishingiz taklifga kiritilyapti. Hay'at raisi tibbiyot fanlari doktori professor Hakimov Sharobiddin Karimov, a'zolari tibbiyot fanlari doktori professor Rahmonova Lola Karimova, tibbiyot fanlari doktori dotsent Shokirova Sadoqatxon Muhammad Saliyevna. Hisob hay'ati tarkibi bo'yicha qanday takliflar bo'ladi? Tasdiqlansin deganlar hay'at tarkibini ochiq ovoz bilan tasdiqlab qo'yishingizni so'raymiz. Qarshilar, betaraflar, rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Ilmiy kengash a'zolari uchun anonim ovoz berish savolnomasi yuborilgan. Marhamat, ovoz berib qo'yishingiz so'raladi. Xo'p, hurmatli kengash a'zolari, kengash majlisini davom ettiramiz. Hisob hay'atining yashirin ovoz berish natijalarini e'lon qilish uchun so'z hay'at raisi tibbiyot fanlari doktori professor Hakim Sharobiddin Karimov. Hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ilmiy kengash tarkibi 16 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda a'zo kiritilmagan. Majlisda kengash a'zolaridan 14 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 7 nafar fan doktori ishtirok etdi. Ovoz berish natijalari: komissiya tomonidan Ahrorxon Rustamxon Akmalxon o'g'lining 14.00.9 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini berish yuzasidan quyidagicha ovoz berildi. Yoqlab ovoz berilganlar 14 ta, qarshilar yo'q. Hisob komissiya raisi Hakimov. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hisob komissiyasining mazkur bayonnomasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Mazkur dissertatsiya yuzasidan kengash tomonidan xulosa loyihasi tayyorlangan va hammaga tarqatilgan. Ushbu xulosa loyihasi yuzasidan kimda qanday fikrlar bo'ladi? Asos sifatida qabul qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, rahmat. Asos sifatida qabul qilinsin degan takliflar tushdi. Qarshilar, betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Dissertatsiyaning malakaviy va tasnifiy belgilari bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotibga. Marhamat. Dissertatsiya natijalarining tavsifi. 2. Dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. Dissertatsiya natijalarining qiymati. Dissertatsiya mavzusining rejalashtirilgan ilmiy tadqiqotlar bilan aloqasi. Amaliy ahamiyatga ega bo'lgan natijalardan foydalanish darajasi. Amaliy ahamiyatga ega bo'lgan natijalardan kengaytirilgan foydalanish bo'yicha tavsiyalar. Muhokama vaqtida bildirilgan takliflar bilan ilmiy kengash xulosasini va malakaviy belgilarni to'lig'icha qabul qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ilmiy kengash xulosasini ochiq ovoz bilan tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli hamkasblar, ilmiy kengash qarorini o'qib eshittirishga ruxsat berasizlar. Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash dissertatsiyaning rasmiy himoyasi va ovoz berish natijalariga ko'ra Andijon davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi Ahrorxonov Rustamxon Akmalxon o'g'liga 14.00.9 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini berishni tavsiya qiladi va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasidan kengash qarorini tasdiqlab berishni so'raydi. Ilmiy kengash a'zolari nomidan dissertantni va ilmiy rahbari dotsent Ahmadjon Lutfullayevni tabrik etamiz.
Kelgusi ilmiy ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Yakuniy so'z dissertantga. Marhamat. Dissertant tayyor bo'lgancha bitta so'z gapirsam bo'ladimi? O'zimni anavi neofitsialniy. Marhamat, Furqat Muhitdinov. Можно-da? Mana bu opponentlar o'tgan safar ham undan ilgari ham opponentlar ko'p chiqib gapirdi. O'zi qoida bo'yicha dissertatsiyani bergandan keyin hech qanaqa o'zgartirish kirgizilmaydi avtoreferat dissertatsiyani. Shuning uchun iltimos qilaman, mana bu sovetda o'zgartirdik, qildik, u qildik emas. Провели беседу, задали вопрос, ответы получили degan so'zlarga aniq qilinadi. Chunki qilish mumkin emas. Chunki vaqtda bunga hozir ehtiroz bildirishi ham mumkin eshitib qolsa. Shuning uchun meni taklifim keyingi safarda bilaman hamma o'zgartirishi, yordam berishlaringni hammasini. Lekin mana shu gapni gapirmaslikda yana bir iltimos qilaman. Rahmat. O'zimni fikrimni aytdim. Marhamat, Rustamxon Akmalxon o'g'li, sizga so'z. Yana bir bor hammaga o'z rahmatimni bildirib qolaman. Birinchi navbatda shu ilmiy kengashni Andijonga olib kelgan hurmatli rektorimiz professor Madamin Mo'minovich hamda ilmiy kengash raisi biz ishlarimizni ko'rib bergan domlamiz Arziqulov Abdurahim Shamshiyevichga hamda kotib Sherzod Olimovichga va shu yergacha kelishimga yordam bergan kafedramiz mudiri va kafedramizni yosh olimlari o'zini ilmiy rahbarimni shogirdlari Doniyor Bahodirov hamda Diyor Vohidjonovga ham katta alohida tashakkurlarni izhor etaman. Hamda rasmiy hamda norasmiy opponent sifatida taklif bildirgan Furqat Muhitdinovich va Jalolmon Shakaristonga ham o'z tashakkurlarimni izhor etaman. Eng katta tashakkurlarim meni qo'llab-quvvatlagan, shu yergacha yetib kelishimga sabab bo'lgan ota-onam, oila a'zolarim hammalariga men mingdan ming bor rahmatimni aytib qolaman. Hamda eng asosiy meni doim ko'ngilocharlik bilan kutib olgan ilmiy ishlarimizda yordam berib, ko'p tavsiyalar berib, bizni qo'llab-quvvatlagan ilmiy rahbarim domlamiz Ali Ahmadjon Lutfullayevichga eng katta tashakkurlarimni izhor qilib qo'yaman. Domla doim sog' salomat bo'ling. Bundan keyingi ishlaringizga ham shogirdlaringiz ko'p bo'lsin. Keyingi ishlarda ham Xudo xolisa hamma qo'llab-quvvatlashni, siz bilan birgalikda davom ettirishni bizga nasib etsin. Rahmat katta hammaga. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, bugungi majlisimiz oldiga qo'ygan masalalarni ko'rib bo'ldik. Hammaga qatnashganliklaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Salomat.